Mening ismim Bilol va men kechasi taksi qilib ishlardim. Taksi qilib ishlab ketayotganimda oy juda menga g'alati ko'rindi. Ko'm-ko'k, juda siyrak edi. Hamma yoq jimjit, ko'chada deyarli hech kim yo'q edi. Shu payt men uyga ketayotganimda orqa eshigi ochilganini eshitdim va o'rindig'imga kimdir o'tirdi. Qizil, hech kim yo'q edi. Qizil shlampali odam. Hech kim yo'q edi ko'chada. Qayerdan paydo bo'lgani esimdayam yo'q. U o'zidan o'zi paydo bo'ldi. Men yuragimni ushlab undan so'radim. Qayerga borishingizni so'radim. Qayerga borasiz, janob? U javob bermadi. Qayerga borasiz, janob? Men qabristonning yoniga boraman. Men undan jiddiy so'rayotgandim, shuning uchun undan yana bir bor so'radim. Janob, to'g'risini ayting, siz qayerga borasiz? deb so'raganimda, u menga shunday javob berdiki, xuddi men qo'rqib ketdim. Men qabristonga boraman. Qabriston tarafga qarab obor dedi. Qo'rqib ketdim. Shunga men tezroq uyga borishim kerak edi. Shuning uchun mashina o't oldim. Men qabristonga boraman, tezroq olib bor meni uyimga, dedi. Qabristonda uy bo'lishi mumkinmi? Hayron bo'ldim va men undan salgina qo'rqdim. Men ham tezroq uyimga borishim kerak edi. Shuning uchun mashinalar o't oldirib yura boshladim. Qizil shlampali, siz nima ish qilasiz, janob? deb so'raganimda, men yetkazib beruvchiman, dedi. Qizil, uni qo'lida hech nima yo'q. Sizning qo'lingizda hech nima yo'q deganimda, men odamlarni yetkazib beraman, dedi. Bu javobi men bu javobidan juda ham qo'rqib ketdim. Janob, siz aytgan yerga yetib kelyapmiz, deganimda u kuldi. Kulganidan juda ham g'alati bo'lib ketdim. Uni tishlari chirigan, singan, tillari chirib ketgan, kulgusi xuddi qulog'imni teshib chiqayotgandek bo'ldi. Men bundan dahshatga tushdim. Tishlari chirigan edi. Va nihoyat u janob aytgan joyga yetib keldik. Janob, aytgan yeringizga yetib keldik. U bir narsa dedi va nihoyat boshlandi, dedi va u meni sidinam boshqacha ashula aytib qo'lini ochdi. Qo'li chirigan qo'lini menga ko'rsatdi va meni yonimga kelib qo'lini og'zimga tiqib oldi. U menga shunaqa og'riq berardiki, mashinani silkitib yubordim. Uni qo'li asta-sekinlik bilan tomog'imni o'tdi va u yuragimni ushlaganini his qildim. U meni qulog'imga nima deganini eslolmayman. Men qabrlardan bir toshini biriga urildi. U meni qulog'imga, men odamlarni narigi dunyoga yetkazib beruvchiman, dedi. Bu javobi men eslolmayman. Keyin men shifoxonada paydo bo'ldim. Shifoxonada ekanman. Meni sevgilim esa tepamda yig'lab o'tirgan ekan. U menga shunday dedi. Doktorlar aytdi, agar siz yurak xurujida uchrabsiz, agar bundan qattiqroq bo'lganda siz o'lardingiz, dedi. Men so'radim. Meni orqamdagi shlampali odamchi, deganimda, siz nima deyapsiz? Qoshlarini tepaga qilib aytdi. Siz nima deyapsiz? Sizni orqangizda hech kim yo'q edi. Просто siz yurak xurujiga uchrabsiz, deb yig'lab yubordi. Meni orqamda shlampali odam u bor edi, deganimda ham baribir u yig'lashdan to'xtamadi va meni qutqarib olgan politsiyalar keldi. Ular ham men aytgan gapga ishonishmadi. Sizning orqangizda hech kim yo'q, dedi işte. Xotinim, meni mashinamda kamera bordi, shu kamerani olib kel, deganimda kamerani olib keldim. Kamerani olib kelganda orqamda hech kim ko'rinmasdi. Faqatgina havodan teshilib chiqayotgan ovoz eshitilardi. Faqatgina buni men eslay olardim. Buni hattoki xotinim ham, hattoki politsiyalar ham eslay olmadi. Shundan keyin men juda dahshatga tushdim. Men kechasi hech qachon buni eslay olmasdim. Oxirgi marta u meni qulog'imga nima deganini hech qachon eslolmasdim. Chunki u paytda men hushimdan ketib bo'lgan edim. Qizil shlampali, qizil kostyumli, oxirgi gapi hech qachon esimda yo'q. Nima deganini hech qachon eslolmayapman. Men kechasi bilan o'ylab chiqdim. U nima degandi?
nima deganda ertasi kuni men juda qattiq titroq bosdi meni. Hattoki qattiq titraganimdan karavatim ham qimirlab ketayotgan edi. Chunki uni oxirgi marta aytgan gapi esimga keldi. U shunday degandi. Men narigi dunyoga odamlarni yetkazib beruvchiman. Bu gapi men narigi dunyoga odamlarni yetkazib beruvchiman.